Iltimos erkaklar, ayollarga telefon bermanglar. U bitta gap tushunmaydigan ayrim ayollarning dastidan borki, mana yaqinda jinni bo'lib qolaman. Shu yoshimda men davlenam bor. Sal endi o'zimga keldim. Boya bor shunaqa tutadi odam, shunaqa gapni tushunmayapti bu ayollar, ayrim ayollar. Odamni nervini o'ynab tomon qiladigan bitta gap, umuman tushunmaydigan, o'zini gapini gapiraveradigan, siz gapingizni umuman eshitmaydigan ayollar. O'sha nervni qilib qo'yib bo'lgan o'sha. Men 6 yil ichida meni shunaqa qilib qo'yishgan bular. Qashqadaryoda direktor ayolga, ish so'rab borgan ayolga jinsiy aloqani taklif qilgani bo'yicha men murojaat chiqardim, post qo'ydim, video qo'ydim. U direktor ertasi kuni ishdan olindi. Avvalo Qashqadaryo viloyati mas'ullariga rahmat. Reski javob qaytarishdi, reski ishdan olishdi. Endi o'sha yerdagi o'qituvchilar, siz bizni maktabimizga dog' tushirdingiz, u qildingiz, bu qildingiz. Direktorlar yaxshimi shunchalik? Yonini ovozdilar. Hamma ayollar shunaqa deb tashabsiz, u deb tashabsiz. Men hamma ayollar shunaqa qilib ishga kirgan deganim yo'q. Hamma ayollar shunaqa qilib ishga kirgan deganim yo'q. Unaqa degan joyim ham yo'q. Shunaqa do'stlar. Harom luqma yeb, harom prosmotrdan pul ishlab uyingga olib kiryapsan deyapti. Qayerda ko'rdinglar prosmotrga pul olganimni? Qaysi zamonda TikTok yoki Instagram, Telegram prosmotr uchun pul to'laydi baraka topkurlar? Unaqa narsa yo'q, voy. Mana shu narsani tushuntiraman deb mana portlab ketdi deyapti bor-ku. Iltimos erkaklar, ayollarga telefon bermanglar. Bermanglar iltimos. Shunaqa tutyapti odam bor-ku, bu tushunmaydi bitta gapni. Harom prosmotr topib, ishlab, pul o'sha video qo'yib, pul ishlab oilangga yediryapsan deydi. Shu mashqdan tars etib qo'ysa endi qayt kelmasada oldinga shu gapni gapirmasada. Sen eshitmasang mana shu gapni.